poyingizni olay. Sen nima sen to'roningdan nimani olyapsan? Duoyimni ol jinni. Kechiring, hay. Voy bolajonim ey. Ha turqing qursin, ishtaning qani? Samolyotda ichim ketib qoldi ona. Chiqyapti. Yo ishtoningni jinni. Tumsu pyari kis. O'g'ling peshonasiga nima chizib olgan? Sendur. Gadoyboy o'g'lim yaxki. Ota, endi meni ismim Gandini. Nima deding? Gandini. Lekin o'rtoqlarim Gandu deb chaqirishardi. Sizga qaysi biri qulay, ota? Bu Gandini. Bitta zo'ri bor qulay, lekin uni ayta olmayman da odam oldida. Tur oyog'ingga narsa kiygan. Gilamni kir qilasan. Qorayib ketgan oyog'ing bor yo'qol. O'char sendirni, o'char. Xoli. Eski bashara nima qilyapsan? Voyjon, bugun Xoli bayrami. Oy chiqquncha hech narsa yemayman. Au eri ucha tutiladi-ku. Mana uni boshingga taqquncha ishtonga ketinglar. Quridimi? Qo'shni! O qo'shni! Sani o'g'ling Hindistonda vrachlik o'qigandik-ku, ha? Aha. Nasibullo qassob mazasi qochib qoldi. Bitta ukol qilib qo'ysa? Hozir. Dilimi nima metdimi? Gandini. Ha, Gandini. Bor akangni ukol qilib qo'y. O'g'ling qachon keladi? Mazam bo'lmayapti mani. O'zicha qincha kino qilyapti bu Amerika shayx. Sen o'zi qaysi kalla bilan Hindistonda o'qitding buni? Qayerdan bilay zo'r mutaxassis bo'lsa kerak debman-da. Surxondaryoda o'qitsang bo'lmasmidi? Qayerda o'qitaman? Termiz iqtisodiyot va servis universitetida tibbiyot fakulteti bor. Ana o'sha yerda o'qiganda men buning moshni mutaxassis bo'lardi. U yoqda talabalar uchun hamma sharoit bor. Undan tashqari bakalavr, magistratura, ordinatura ham bor. Ordinatura ham bormi? Hamma narsa bor. O'sha yerda o'qiganda men Surxondaryo bolalariga o'xshab chaqqon bo'lardi. Yurishini qara, o'ladi o'zi qassob. Ay, Gandini odamga o'xshab yur. Hay dadasi. Hamsiyamizni kelin tug'ayotganimiz. Gandiga ayting to'ldirib bersin. A Gandi o'g'il bola-ku. Meditsina hech qachon ayol erkak tanlamaydi, ota. Chaqiring, tug'diraman. Ota, Rahul dunyoga keldi. Tirqin qilsin. Nimaga? Nimani? Ya, kimligini kesmayapman, rost chiqaman. Padaringga chalpaksan Gandinini. Oyog'ingga kiyib yur, zax o'tib ketadi. Gandini. Mana qacha kim o'lib qolsanga, mana qacha kim? Kim bu ingiski bashara? Ota, men bu bilan Hindistonda ahd paymon qilganman. Bo'lajak keliningiz. O'ldi sharmanda. Ismi nima buni? Kamila Kayf. Kayfda tug'ilganmi bu? Menga qaragandini. Oyoq yalang yurding indamadim. Ishtonsiz yurding, vijdonsiz indamadim. Ismingni o'zgartirding indamadim. Endi bunisi ortiqcha. Tur yo'qolsin uyimdan ko'zimga ko'rinmasin. Otang meni tark etdi, indamadim. Onang meni tark etdi da indamadim. Bir chin dil sendur qadrini qayerdan ham bilaysiz? Shevana o'yiniki-ku. तुमसे प्यार है ये तुमसे प्यार है ओके बाय Kampir. Magnitiy burya ta'sir qilyapti bularga. Serios. Baraka, zindagi, shotahi. Ya rohat, kayfovat, maishat kim edi buning ismi? Kamila Kayf, ota. Kamila kim nima qilyapsan qizim? Kirlaringizni yuvayapti. Ya o'lsa kir yuvmay. Kampir bironasi deb bunga? Hay Kamila Kayf qizim, kirlaringni timsinda yuvgin. Buni gellari bor, kapsulalari bor. Kiyimlaringdan atir guldi hidi keladi. Kiyimlarni toza yuvishini ham aytgin. Yumshoq qilib yuvadi. Allergiya ham chaqirmaydi. Narxi ham qimmat emas. Shunda yuvgin, zo'r yuvasa. Kamila Kayf nahi. Paxi. Paxa deydimi? Ana sizga ko'pi. O, kofemi? Asta, issiq. Ay, muncha shirin. Bu uyimizda kofe yo'qdi, qayerdan damlading? Ana Kamila Kayfni ko'zasining ichida kofidan damladim. Zo'r ekan, original ekan. Qotillar. Tinchlikmi kelin? Bu ko'zada otamni xoki bor edi. Qani? O'ldi.
Assalomu alaykum dada. Kim kavushimni orqasini bosib tayladi? Kim? Aya men dedi. Men dadasi. Salyonning salatini yaxshi ko'raman-da. Bo'lmasa Forillatmasdan hech. Chapillamasdan ye ovqatni. Hop. Ikki qo'lda sindir nonni. Suyanmasdan o'tasan. Nogironmi bu? Tarbiya berishni bilmaysan, qishloqqa. Chapillama kuchuk, chapillamay. O'qishdan nimaga to'r olding? Uxlab qopman. Almashtir. Sen nima kundaligini olib kelmading? Dadajon, shuni stulchi ko'tarib kelibdi. Bor olib kel stolni. Yig'lama bo'ldi, yig'lama. Jilyapman. Qayda yuribsan? Bola yig'layib yotibdi-ku. Lala ko'tayliklar olib keldim. Nima edi u? Bolaga taqsangiz mazza qilib yotadi. Hattoki taglik borligini ham sezmaydi. Qaydan olib kelding? O'zbekiston hamma magazinlarida bor. Hattoki o'zim marketdan zakaz qilsangiz ham bo'ladi. To'g'ri gapir, reklamachiga o'xshab gapirasan. Reklamasiga pul olganmisan? Yo'q. Tariqa ko'zimga ko'rinma, bolaga o'zim qarayman. Qarashni ham bilmaysan. Papalam, seni taktın yediknam. Gelik dedikte, dojildi payom. Qaytada keldi? Tuya ko'rdilaringmi? Uni agar ko'rganimiz yo'q. Ochib qo'yma muklasan! Tog'dan tushmas qor bo'ling dada. Bir qo'limda onama, bir qo'limda ayolim. Shu qiliqmen. Shu gulini puliga 1 kilo go'sht olib kelsang, qovurib yerdik, hammani og'zi tegardi. Hozir bu guling so'laydi, ana borda ana qo'yga berasan keyin. Qizilcha qilib yerdik, mazza qilib shu gulni puliga. Dada ketdik, taksi gaplashsin. Men bormayman. Nimaga? Shu taksini puliga 1/2 kilo dumba olsang, bilqillatib mantiq qilardik. Hey, 1 soatdan keyin tuvat huzurini ko'rasiz dimangizda. Avtobusda boramiz. Qolgan puliga dumba olamiz, piyozcha bilan o'zir ketadi. Sadaqa manga, o'zing dumbang yo'q, yana aniq qilasan. Dumba yaxshi-da, dumbaga ukol qilyapti odamlar. Hey oğlum, shaharga bir kelib qolibmiz, konsertga bilet topib kiraylik. Konsertga balo bormi? Uni puliga bitta qul olsak bo'lmaydimi? Endi go'shtni mazza qilib yerdik. Bu konsertning yotubiga chiqadi, tekinga ko'ramiz. Yur. Kelin, aptekadan nima dori oldingiz? Haligi toksikoziga dori oldim. O'ldiribsiz. Shu dorini puliga 1 kilo jigar bilan charva olib qovursak, ana immunitetni ko'tarardi. Biz ham toksikoz edik, biz ham yer edik. Qornim ochidi demoqchi edim. Kulmang, astag'firulloh. Bugun seni kuning silkilar. Nima qilyapsizlar, nima qilig'ingda bu yer? Kuning silkilar. Nima qilganinlaring? Sizni sevaman dada. Senma yo'l. Nima bu? Nima shuncha xarajat, shuncha pulni o'rniga? Hey dada, shoshmang. Tug'ilgan kuningizga Aziya Luxdan Turkiyaga sayohatga tur oldim. Oilaviy borib kelamiz. Joylar bolam. Shuni puliga bitta buqa olib, mazza qilib so'yib yesak bo'lmasmidi? Bo'ldi-da dada. Qachongacha buqa olaylik, go'sht yeymiz deb umrimiz o'tib ketadi. O'zimiz uchun ham yashaylik. Men bu biletlarni Rani Brandervoronni qilib olganman. Nimalar bilishimni? Erta bron qilish degani. 31-martgacha Turkiyaning Antaliya, Alaniya, Bodrum shaharlariga 50% sketkada tur sotishyapti. Keyin narxlar ko'tarilib ketadi. Eng zo'ri havo yo'llarida uchasiz. Malades, zo'r ish qilsan bolam. Qolgan 50% yoningda qoldimi? Mana yonimda turibdi. Shu pulga bitta qo'chqorni olib, Antaliyaga borib so'yib, shariklarida Ko'rsatmaymas ekansiz. Zo'r chiqadi lekin.